Bitta mana shu universitet tagida rasm olib qo'ying. Seni qoningda jadidlar qoni. Uka, sizlar birinchi kursmisizlar? Qayerdan bilyapsiz aka? Ha, turishlaringdan ma'lum-ku. Bo'pti, rasm olib qo'ying. Birinchi kursga kelgan talabalar. Bo'ldi aka, kattakon rahmat. Bugun gilamnilar qo'yib qo'yamiz, ha? Sizlarga yondiramiz. Sen Instagram bioyingni to'g'rilading? Yo'q, hali sen to'g'riladingmi? Men to'g'riladim. Buni qara mana. TDTU. Bu kirgan universitetimizning nomi. 1-4. Bu 4 yil o'qiymiz. Hozir birinchi kursimiz degani. Student, hammamiz studentligimizni biladi. Samarqand bu yashaydigan joyimiz. Sen ham to'g'rilab qo'ygan qara. Esingdan chiqmasin, ha? Bo'ldi. O'rtoq, nima yeymiz? Bugun oshimiz o'rta. Oshiga qolamiz, ha? Ofisant. Ha, bolalar. Xo'p, bolalar, nima qilsin? Bizga bitta osh. Keyin bitta kola olib kelasiz. Birinchi kursmisizlar? Qayerdan bilyapsiz? Hozir o'shaysizlar. Hozir olib kelaman. O'rtoq, tutur chaqirdi. Hozir tadbir bor ekan. Tezroq bormasak bo'lmaydi. Tadbir bormi-ku? Ha, bo'lmasa sessiyada yomon ish qilaman dedi. Rosa yomon ish qilaman dedi. Ha, men ham shu o'ylasa qo'rqib ketaman. Tezroq bormasak. Ketdi. Qara, o'qishga kirib oldik. Haftada 7 kun, to'g'rimi? 3 ta qiz topishimiz kerak. Nimaga 3 ta qiz topishimiz kerak o'zi o'rta? Qara, 2 kun bittasini yuramiz. Yakshanba kun dam olamiz. Zo'r, a? Zo'r edi, ha? Zo'r edi. Qara, lekin birovini bilmasin, tushundingmi? Ko'rdingmi? Bir kishilik ish chiqdi, seni deb qolib ketdim, bor. Men nima qilay? Sherik bo'ling, takansiz sherik bo'ling. Ha, bolalar nima qilib o'tiribsizlar? Ishga chiqdik, aka, qolib ketdik, ish chiqmadi. Ha, sutdamisizlar? Qayerdan bilyapsiz, aka? Ko'rinishlaringga ma'lum-ku. Voh, anasini. Hamma sut. Ko'rding, seni deb bo'ldi. Men chiqmayman.